Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İslam və biz proqramımızdan 144-cü sanını görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmənlərimiz həmməlağı məlum boğandak biz yıllardan bu yan davam qılıb atqan bu proqramımızda hər bir Müslüman Qur'an, sünnət nuru astıda uçuq, dəlil, ispat asası durub düşünüşü kerek boğan xılma-xıl mavzularını ayrım-ayrım tema qan şəkildə huzuruna sunup geliyatımız. Və Rabbimdən hər proqramının beşidə və axırlaşdırğan vaxtımızda sözlənən bu məzmunlarını doğru düşünüb, həyatımızda tətbiqlab, Rabbimizin razılığına dünya axirətdə erişkən məxtlik müminlərdən qılışını tiləb başlayatımız və axırlaşdırvatımız. Rabbim inşallah sözlənən barlıq temalarını aşı biz arzu qılan nişanğa yetküzüşkə müyəssər olsun deyimiz. Bugünkü temamız tünügün elanımızda bəgəndək aslında ötken sahnemizdeki devamı ölümalar, siyasetçiler ve yetekçilik temamızda toxtulağlığımızı elan bədik. Rabbim inşallah bu muvaffaqiyetli şekilde doğru düşünüşke nisip olsun. Programımızın daimlik mihmini həmala tunuşup boğan hörmətli Ustaz Şərq Türkistan Ölümalar Birliği əzası şundaqla dünya Müslüman alimler Birliği əzası Abdurrahman Cemal Kaşğari'nin təklif qolduğu qimmetli vaxtını çıxırıb kəpəgəlik üçün köpünü rahmet ediniz. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz, programımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq Nəx Meydandan tarix qıtılıvatıdır. İkranalda çıxdırı atqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki alaqı vasitələrimiz arqılıq programımızға alaqadar hər qandaq fikir təklif olsa berişinlərini, suallarına olsa soruşunlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qeyrinlaşırımızın faydalanış üçün həm bəhərləb qoşuna, həm unutmayızlar. Undaqda bivasitə programımızı başlayıb gəlsək, aldı bilən milletini ölümalar yeteklem duyar ki siyasetçiler mi degan sualdan başlasak. Elbette bu sual buna qarğa vaxtıda bəzilərini bulup mu? Biz elbette yıllardan bu yana programımızda din bilen siyasetinin İslam bir Müslümanlık yanında ayrı etilmeydiğen bir hukum hikayeliğini qançılğan temalarda fərqli məzmunlar oturup qoyub gəldik. Bəzide bu sualını anlığan haman bu ölümalarla neymiş və siyasetləndə hər xil tərəfki tartışqa urunduğan bir sual. Şu an bunu bir içib ötken olsaq beyin. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah gamsını Peygamberimizge dua salamlar olsun. Millet tarixten biri ölümalarını hürmetleyin. Hakkani ölümalarını hürmetleyin. Hakkani ölümalarına işinin. Hakkani ölümalarının etrafı toplanın. Millet devirge uygun fikir kıldığan, devirinin kıyınçılıklarını hal kılış için yeni fikirlerini, yeni çağrılarını işlep çıkaralaydıgan ölümalarına erişir. Hoş. Millet hürlük ve müstakillik görüşüde reallığa uygun yol gösterdiğin, anlık ve yiraklı görelaydiğin ölümalarını kadirleydi. Bir adı alayda bir şunu eskertip ötürüz ki, millet ölümalarına ergeşkendek siyasetçilerge o derecede ergeşip gitmeyin. Hoş. Bu hakikatimiz hakikat, reallıkımız reallık. Yani bu siyasetçilerge ergeşmanlar digerlik emez. Milletimiz karısa, ölümalığa ergeşkendek, ölümalığınınki sözünü itibarı qağandek siyasetçiliğe o derecede ergeşip gitmeydiğallığı real bir hakikat. Bu sebepten ölümalar özlerinin mesuliyetini tonup, özlerine ilmi cihetten, fikri cihetten, siyasi cihetten yükseldirip, ilmi salahiyetini aşırıp, birer siyasi teşkilatınınki kontrolüge kirip kalmagan asasda müstakil halde yeni fikirlerini işlep çıkarıp millet yol gösterse şu vaktin özüde milletinki akidesi kımmet karışı ve kimlikki çekilmeydiğen yani hücum kılmaydiğen akımla, teşkilatlara okşaş musafede muamele kılarsa milletin özüge ergeçtiriyorlardı. Millet yetekçilik kılalaydı ve başlamçılık kılış rolünü davamlaştırıyorlardı. Bu bir neçe nokta intayim mühim. Birisi ölümalık salayetini bilişi lazım.
ikkinchisi uning bir iqtidor bo'lishi lozim. Ilmiy iqtidor, fikriy iqtidor. Jamiyat yetaklayman desa siyosiy ang, siyosiy tushuncha, siyosiy tasavvur, islomiy nuqtadan, islom fikri nuqtasidan bu anga ega bo'lish. Endi jamiyat yuz berayotgan qiyinchiliklarga islomning ruhiy prinsiplar, maqsadlari asosida fikr ishlab chiqarish, yangi fikrlarni, bugungi davr, burungi davr o'xshamaydigan bo'lsa, ko'n kitobdan chiqmaydi nurg'un masalalar. Buni qilsa, endi siyosiy bir tashkilotning, qaysi bir tashkilot bo'lsin, uning bir butun kontrolligida emas, gerçi a'zo bo'lsa, u ayrim bir masala. A'zo bo'lsin, bo'lmasa ayrim masala, kontrolligida emas, mustaqil fikr qilsa, ulamalik obrazi bilan, ulamalik salohiyati bilan mustaqil fikr qilsa, endi islomga hujum qilmaydigan, millatning qimmat qarashi, kimligini hurmatlaydigan tashkilotlarga yaxshi muomala qilsa yoki o'rtaq o'xshash musobaqada muomala qilsa, bu hammani jalb qila oladi, hammaga ta'sir ko'rsatadi. Lekin bu intayin murakkab, og'ir bir mas'uliyat. Xo'sh. Agar yuqorqini qila olsa, ulamolar millatning ideyasini asosli prinsiplar atrofiga yoki qizil siziq deb atalgan nuqtalar atrofiga birlashtira oladi. Millatdagi og'ir illatlarni tuzadi. Siyosiy aqim yoki siyosiy tashkilotlardagi ichki jidal majra, bu yil 24 ko'rganimiz o'sha bu jidal majralarini besiq tura oladi, hal qila oladi. Millatning hurlik yo'lidagi, mustaqillik yo'lidagi asosli kuchi bo'lgan ichki kuchni saqlab qoladi. Xo'sh. Agar yuqoriga rioya qilsa. Bu bir qancha nuqtami intayin muhim. Ammo afsuski ba'zi bir tashkilotlar yoki ba'zi bir aqimlar o'zininkini bozorga serish uchun boshqasini tamoman inkor qildigan. Chetga qoladigan. Balkim 50% to'g'ri deb qaramaydigan, 80% ehtimollik va deb qaramaydigan, o'zining to'g'ri qog'ini tamoman chetga qoladigan bu holat bu siyosiy aqimlarda bozor topmoqda. Bu yuzga qaragancha birisining bek to'g'ri, birisining mandaraqda ko'ringan bilan balkim birisining 80% to'g'ri, birisining 60-70% to'g'ri bo'lishi mumkin. Bu vaqtda ayrim bir to'xtalamiz. Ammo bu yerda u aqimnimi, u tashkilotnimi buni saqlab hamkorligini qo'g'daydigan bir ruh bo'lish lozim. Bir kuch bo'lish lozim. Buni kim qiladi desa, buni o'limalar faqat u tashkilotning o'rtaga chiqish yoki buni o'rtaga chiqish emas, mavjud bo'lgan siyosiy aqimlar. Bu barmoq sanig'ida chiqmaydi. 4 yo 5 va aran. Xo'sh. Qolgan bu millat yo'q bu maydonda. Siyosiy kurashda, mustaqillik ko'rishida, hurlik ko'rishida bu millat yo'q hisobda. Pirsanga to'shmaydi maydondagi odamlar. Qolgan bir bo'lak odamning salohiyatini o'qimaymiz maydonda, to'rlarda u yerda yurgan bilan. Mush odamning bir-biriga sampan deyishib yo'q deb etmasdan buni o'rtaq nuqtaga ekkilaydigan, ya'ni ichki kuchni saqlab qoldigan, garchi u ozod qipir, bu ozod qipir emas, ichki kuch bilan qo'g'dab qolish iborat. Bu xil rolni kim o'ynay oladi desa, buni ulamolar o'ynaydi. Bu vaqtda har birisi to'xtalsak, biz keyin to'xtalish to'g'ri keldi. Bu nuqtada millatga shuni aniq deyish to'g'ri keldiki, millatni aqida va vatan millat ko'rishida asosli nuqtalar yuzlandirish. Parcha-parcha ishlar bilan avar qilmaslik. Keyin qilib olsin bo'lgan masalalarni bozor sanmaslik. Millatning engini, zehnini chechib etmaslik. Millatni o'zaro bir-birisiga bir ixtilofiy masala yoki siyosiy ijtihodiy masala bir-biriga dushman qilmaslik. Xo'sh. Ya'ni millatni aqida va vatan millat ko'rish asosli prinsipal masalalar, o'rtaq kelgan nuqtalarga yuzlandirish. Millatni o'ttirhal yo'lga tashabbus qilish, ya'ni o'ngchi ashqullikdan himoya qilish millatni va solchi radikallikdan himoya qilish. Xo'sh. Uchinchi bo'lib siyosiy aqimlarni, siyosiy harakat, siyosiy faoliyat qilgan vaqtida millatningki aqidasi qimmat qarashiga uyg'un harakat olib borish. Bu millatga xizmat qilgan bo'lgankin, bu millatni hurmatlash lozim. Bo'lmasa millat xizmat qilgan bo'lmaydi. Millatning aqidasiga, muqaddasatiga hujum qilib turib xizmat qilmasa, u kazzob. Bu kasb deyil. To'rtinchi bo'lib siyosiy aqimlarni yoki siyosiy harakatlarni o'zaro hamkorlashtirish, moslashtirish, bir-biriga yo'l qo'yish. Arasida ixtilof, tushunmaslik yoki uqishmaslik degan qo'shish ahvol yuz bergan bo'lsa, buni isloh qilishdan iborat. Bu eng ulug' vazifani o'limalardan boshqa hech kim ado qila olmaydi. Hech kim bu rolni o'ynay olmaydi. Shunga buni millatga aniq holatda deyishimiz kerak. U qilamiki, bu qilamiki. Kim qiladi? O'limalardan boshqa millatni asosliq yo'lga
prinsipal noktalarga başkası yüzlendirilmeyin. Mevcut. Reallik. İkinci olarak siyasi akımlar milletinin kıymet karşıga, kimlik uygun hareket kılanlar degan bu çakırakını birinci olarak ölümalı kılış lazım. Bunu anıltalaydıgan ölümalı. Siyasi teşkilat talaşmağlar, cidal kılmağlar, küçüklerini yoktu etmağlar, düşmenge uyun bulup vermağlar. Bir yerdeki sırtki adamlarınki ya ki bu meydanda bu adamın sani tayirlik bir adam. Yok hesap yani az. Bu güçlü qoğdap kalıp öz işimizde güçlü bir alet şekillendirişimiz lazım deydigan. Bu çakırık arası çatak olgan bolsa, talaştaş bunu ıslah kılışını buna fakatlan ölümalar, yani Rabbani süpetki ütkür fikirlik ölümaldan başkası bunu kılanmaydı. Bu hakikat. Bunu millet bunu biliş lazım. Hoş. Çünkü millet ölümaldan başkasını to'liq e'tirof qilmaydi. Islah qilishi mumkin deyishi mumkin. Başlaşı mümkün deyishi mumkin. Lekin o'linmaligini e'tirof qilgandek boshqani to'liq e'tirof qilmaydi. Qisman bu yuqorqi savolida e'tirof qilsin, to'liq e'tirof qilmaydi. Ishning to'g'ri xatosini, ya'ni bir parcha-parcha emas, ya'ni ijtihodiy masaladagi talashdash emas, aniq bo'lgan bir to'g'ri xatolik bor. Xo'sh. Masalan, Xitoy bilan birga yashash, mustaqil bo'lish. İşte. Yoki haqiqat batildan iborat. İşning to'g'ri xatosi yoki haqiqat va nohaqchilikni ayirishda o'limaldan boshqa manba deb qaramaydi. Bu bir ishki persan. Bulon puchqaqtga u ham bu yandagi zehniyat o'zgarib ketgan, manqurtlashib ketgan, millatning qimmat qarashini tonimaydigan, o'zining kimligini unutib ketgan u odamning gapini bu yerda e'tibor qilmaymiz. Xo'sh. Uning nomi yoki unvoni qanday bo'lsa ket nazar. An bu bayonlarni degandan keyin bunun asasen yani millet kitap kılıp deyimiz ki milletimiz kaçaniki hakkani ölüm alağı ergetse ezip ketmeydi, ziyan tatmaydı. Bir yer ölüm alağı kitap kıldı. Vaiz bunun sırtıda. Ama cemiyetnece kalaymakan kıldıgan, igizpes kıldıgan, münasibet olmagan geplerini çıkarıp, yak petvalını çıkarıp birbirine cilal saldıgan vaizlerden sakınış lazım. Vaiz demez ölüm alağı ergeçken vaktida millet ziyan tatmaydı, talaşta çıkar, içki cidalge kirip kalmaydı. Millet kaçanik ölümalın ayrılıp kalsa, yani ölümalı başlığa yol mağmısa, yani ölümalı edepsizlik ya hürmetsizlik kılıp kalsa millet o vakti hata yolga kirip gidiyor. Yani bu yerde bir noktanın yani bir misal tarikisi elip etsek, Suriye ekimi, 2013-14 bu. Ölümalının yani bu yerdeki Rabbani yoki haqqani çoğun ölümalınki davati karşı halette elip berilgan istihbarat hareketi. Meyli başkalar kanda izalsın. Oturdu bazar çıkarganlar, guppançılık qilgan hammasi vaiz yoki tani yo'q dumbaqchilik. Ama çoğun alimdan bir fikirsan bu deydiganni men hozircha anglab baqman. Bu o'limali boshlagan ish emas. Masalan, misal tariqasida bu haqiqatni deyish to'g'ri keladi. Boshqa nechalar misollar bo'lsin. Ham o'limaligimizga bu yerda xitoban deymizki, o'limaliningki maqomi shunda yuqori ekan. Millat o'limaliga qarshi ekan. Ham o'limal o'zidagi o'limalik vazifasini bilmasa, yani unutib qalsa, ijtimoiy xizmatkorda u faoliyat qildi, bu faoliyat qilib o'limalik rolini unutib qalsa, bu ulama o'zininki jahonga qarta, davrga qarta, yoki millatninki bugun yashayotgan reallik qarta o'zining ilmiy iqtidorini oshirib, millatga chiqish yo'l sifatida yangi aqidasiga uyg'un, kimligiga uyg'un, qimmat qarashi uyg'un fikrlarni ishlab chiqaramay qolib qalsa, u vaqtida bu ulama millet yetakchilik qilish salohiyatini yo'qotib tashlaydi, yo'qotib qo'ydi. Buni o'limalar aniq bilish lozim. Xo'sh. Necha asr ilgariga tushunchalarni hal qilganmisa, biz siyosiy kurash masalasida u ibodat fiqhisi o'zgarmaydi, u muqim narsa. Xo'sh. O namozning sunnatlari u yerga kirmaymiz. U muqim narsa. Ammo bugun bo'layotgan millatni qulluqdan qusqizishdan iborat bu kurashdagi tushuncha, tasavvur, kimlik, qimmat qarash bu meseleler izlendiği. Bu meselelerde şeriatның ruhi milletninki qimmat qarashi uyg'un fikir ishlab chiqib yo'lni ochamiz, yo'l xarisini o'tirib tashlay qolib qolsa, bu o'limalar jamiyatning bir buningda qolib qoladi. Bunimi aniq o'tirib qo'ymay bo'lmaydi. Ham gapimiz xulosaga vaqti kim yetaklaydi jamiyatni? Savol. Yuqorqilardan balkim qarindoshlar tushunadigan bir masala chiqdi, tushunadi. Fikri cihetten ölümalı etekleyin. Eğer Rabbani ölüma olsa, özündeki mesulün tonuğamaz. Fikri cihetten. Hoş. İdiyevi cihetten, yol gösteriş cihetten, doğru hata, halal haram, bunu ayrı cihetten ölümalı etekçilik. Teşkilleş, idare kılış, baş kuruş, icra kılış cihetten
siyosetchilar yetakchilik qiladi. Ba'zi bir nuqtalarga o'rtaq idora qiladi. O'rtaqlashgan tushuncha birligi, tasavvur birligi, yo'l birligi, xarita birligi. Garchi birisi muhandis, injener bo'lgan bo'lsa-mu, birisi idorachi bo'lgan bo'lsa-mu, uniki aqidasi sog'lom, ideyasi sog'lom, to'g'ri tushunchali bo'lib qolsa, u balki o'limaga o'xshash, balki o'limadan yaxshiroq idora qilishi, yetaklashi mumkin. Bu mumkin. Ba'zi bir o'rinlarda o'limaning roli kuchli ta'sir ko'rsatadi agar jonliq ko'z qarshi o'tirib qo'yalsa, ba'zi vaqtida siyosiyon sog'lom fikrlik, sog'lom idealik bo'lib, jonliq fikrni o'tirib qo'yalsa, uning roli kuchli bo'ladi. Buni bu bo'yicha tushunsak, menimcha masala oydin deb qarayman. Xo'sh, xo'sh. Buna o'g'a vaqtida bu o'lima bir tarafga, siyosiy bir tarafga chatqa qilmaydi, ayrilmaydi. Ishga desa bir-birini to'liqlaydi, mukammallash bu orqali yo'l xaritasi mavjud. Chunki millatda asosli 3 xil kuch bor. Biz ilgari to'xtaldik, deymi? Xatolashmiz. Birisi ilmiy kuch. Xo'sh, xo'sh. Hamma sani o'zigan ilmiy kuch. Ikkinchi birisi siyosiy kuch, uchinchi birisi iqtisodiy kuch. Biz iqtisodiy kuch to'xtalmadik bugun. Bu 3 kuch birlashgan vaqtida millat o'zining yo'lini dag'dam etib ma'laydi. To'g'ri. İlim ma'rifat kuchi, siyosiy ong, siyosiy tasavvur kuchi, iqtisodiy kuch birlashgan vaqtida yo'l dag'dam etiladi. Agar bu yo'llar bir qarshi holat kelib qolsa, bir-birini qo'llamasa, hamkorlashmasa, yoki buni tartibi buzilib ketib qolib qolsa, ilmiy, siyosiy, iqtisodiyotda u vaqtida yo'lninki harakatida masal ko'rildi. Balki to'xtalmagan bo'lsa, keyin to'xtalishimiz mumkin. Xo'sh. To'g'ri, haqiqatan o'sha so'zlab o'tgan o'sha yuqoridagi sifatlarga tushadigan o'limalarga, olimlarga qanchalik bu millatning ehtiyoj ekanligini, ya'ni millat ular bir eg'iz gap qilgan vaqtida millatni nurg'un, ya'ni ko'p sonliq millatimizning ichidagini bir harakatlantira oladigan shakldagi so'zi e'tiborga elinadigan olimlarga qanchalik ehtiyojimiz bor ekanligini yaşayotgan cemiyetimizin körü olalıyız. Özünü her xil ölüma yoki olim deb atib olgan bo'lsa-mu, ya'ni ta bakli keyinda jamiyatning xilli keyinda qilayotganligi uchun bugun millat tarafidanmi ba'zi ko'p sonliq o'limalarning ko'zgim ko'rinmaydi. Ko'zgimi ilinmasligi, so'zlarning e'tiboriga ilinmasligi yaşayotgan bir realligimiz hamda bu. Shunga haqiqatan o'limalarning ustiga ig'ir vazifa tushgan. Bugungi shu zamonaviy davrda dunyoda yuqorida so'zlab o'tilgan nimalarda. Masalan, siyosatchilarni taraqqiy qilgan davlatlar bo'lsin, misha bo'lsin, siyosatchilarga asli yo'l ko'rsatganlar olimlar fardining orqasida. Butun ularga butun fikr ishlab chiqaradigan. Tadqiqot mesela Amerika misolida aytsak, tadqiqot markazlari Amerikaning siyosatini shu ijro qilmoqda. Shular chiqirda to'xtamay nurg'un ishlab chiqardi. Doklad chiqardi, rapor ishlab chiqardi. İcabi tarafi, salbiy tarafi, bir davlat qanday muomala qilish, qanday xarid qilishning hammasi parda qilishlar. Bu tadqiqot markazlari ishlaydi. Endi bu siyosiy yo'llar ijro qildi. Masalan, Amerika misolida aytsak, bu partiya chiqsimi, nimasi o'zgarib ketmaydi, bu chiqsimi o'zgarmaydi. Chunki uni kontrol qiladigan tadqiqot markazi iborat mingga bor. Ammo bizda bu tadqiqot markazlari yo'q. Xo'sh, xo'sh. Shu ishlarimiz ilhom qarta ketaverdi. Ketyapti. Xo'sh, endi o'limalar qanday qilganda o yetakchilik rolini joriy qildirib ma'laydi degan. Buni biroz. O'limalar o'zlarininki da'vatchilik yoki da'vat qilish mas'uliyatini bilsin, birinchi qilib. Nada bo'lsin, qanday salish qilsin, da'vatchilik rolini bilsin. Millatni diniy jihatdan va milliy jihatdan yetaklash mas'uliyatini bilsa, ya men faqat dinlarga o'qitaman, millat bilan, tarixi bilan, madaniyati bilan, kimligi bilan, qimmat qarashi bilan, vatani bilan, tuprog'i bilan karim yo'q desa, bu ulama emas bu. Xo'sh, xo'sh. Bu millatni bir madaniyat yaratadigan bir bo'lik omillar. Buni hammasini bilish lozim kimlik nuqtasidan. Millatning diniy va milliy nuqtadan. Buni yetaklasa, yaxshilarga tashabbus qilsa, yomon ish kimdan yuz bersa, uni to'xta desa, bu millatga do'st dushman ufqini aniq ayirib bersa, bu intayin muhim ishdan bizsi. Do'stimiz kim, dushmanimiz kim? Bu oshkor bo'lmaganlikdan bu hali vaqtgacha yaqin qadar bu Sharq Turkistondagi bir qism o't yurak azimatlar yoki mujohidlar chet eldan dushman izlab yurdi. Eng chong dushman
O'zining yurtini besib olgansiz bilmaydi. Masalan, Xo'sh. ya'ni ba'zanlar o'zining qarindoshlarini dushman qilolmay, yo kofir qilolmay, bir ijtihodiy masala sababidan yo bir ish qilolmay yuradi masalan. Xo'sh. Yaxshi ishlarga chaqirish, yomon ishlarga do'stlar, do'st dushman ufqini aniq ayirib bersa, ondan bu islomninki yoki aqidaninki vatanparvarlikdan ayrilmaydiganligini bayon qilib bersa, bu intayin muhim masaladan birisi. Ko'plagan musulmon qarindoshlarimiz va iymonniki arkonlarini yodi bildi, lekin buning taqozzosini bilmaydi. Bunun vatan bilan bo'lgan aloqasi, millat bilan bo'lgan aloqasi, insoniyat bilan bo'lgan aloqasi, ya'ni islomning dunyo qarashini bilmaydi. Ya'ni bir inson musulmon bo'lgan din tartib, bir diyor islom diyori deb qaralsa, millat musulmon bo'lsa, e'tiqod nuqtasidan u yerga kuch chiqarish, badal to'lash, himoya qilish, qo'g'dashning farz ekanligini ko'plagan musulmonlar, hattoki ko'plagan voizlar bu nuqtani bilmayapti. Bugun qadar shu tahorat bobidan chiqolmay, zamondan qolib qolgan bir fikrlar bilan aylanib yurdiganlar yo'q emas. Demak, biz qaysak bu aqidaninki vatanparvarlik bo'lgan bu vatanparvarlik bilan bo'lgan aloqasini bayon qilib bersin. Aqidaninki siyosatdan ayrilmaydiganligini, aqidaninki axloqdan ayrilmaydiganligini bayon qilsa, anin keyin bu vatanni himoya qilish, qo'g'dashninki bir iymoniy masala, bu dinimizning eng yuksak darajadagi maqsadlarning qatoridan ekanligini bayon qilib bersa, Xo'sh. endi bu siyosiy harakat faoliyatchilarga foyda ziyon deb ketayor bugun. Foyda va ziyonmi? Bu foydani nima asosida ayiramiz? Qaysini foyda deymiz, qaysini foyda demaymiz? Buning bir o'lcham nima? Buni ayirib berasiz. Bir azizkin buning bir misolni bayon qildim. Xo'sh. Shariatning ro'y maqsadlari asosida foyda ziyon hukmini ayirib bersa, aning kaynidan da'vatchilik vazifasini siyosiy faoliyatning yoki ijtimoiy faoliyatning oldiga qo'yalsa, o'zining asl vazifasini yapmanish uchun. Ulamolik obrazini qo'g'dab aktiv harakat qila olsa, u vaqtida bu ulamo yetakchilik rolini ado qila oladi, millatni hamkorlashtira oladi, millatni qizil siziqlar atrofiga to'play oladi. Bu yerda bir foyda manfaat nuqtasidan bir misolni olaylik. Gerçi bunu bir neçe programmadan deb o'tdim, ba'zi yozmalarım dedim. Bugun kunlikda hali ko'plagan odamlarni bir neçe qatam bayon qilsakmi qanday? Hozircha kallasi hal olmayotgan masala. Masalan, gerçi temamiz bir ishga uzrab ketishi mumkin. Biz bilan G'azzadagi musulmonlarniki masalasi. Bizning manfaatimiz g'arb dunyosi bilan bog'lanadi. 40 necha davlatniki irqiy qirg'inchilik va deganga o'xshash bayonotlar o'ch-bo'cha tanishdik. Izohlash ketmaydi. Xo'sh. G'azzadagi musulmonlarning manfaati tamoman g'arb dunyosiningki qarshi turayotgan Xitoy, Rus va boshqa kuchlardan qo'ldan keladigan manfaat qo'l keltirishga bog'landi. Ya'ni qochiga o'xshash bir holat shakllandi. Bizning manfaatimiz g'arb dunyosi bilan G'azzadagi musulmon qarindoshlarimizning manfaati Xo'sh. boshqa taraf bilan bo'lmoqda. Albatta biz qarasak biz eng chong dushman Xitoy deymiz. Bizga zulm qilgan, bizni azgan, bizni mustamlik qilgan bo'lganlik uchun. Bu G'azzadagilarmi o'ziga nisbatan eng chong dushmanni kim deb qaraydi? Yahudi va Yahudiga butun kuchi bilan yordam qilayotgan davlatlarni dushman deb qaraydi. Bu ishkili davlatda yoki ishkili millat bizda va irqiy qirg'inchilik bormi desa, reallik masalalıq bütün şahitleri bilan. Bu yer qanday muomala qilamiz? G'arb davlatlari qarasak ko'pinchisi bu yer qarindoshlarimizni aytilayotgan narsaning ko'pinchisi bombilni u berib turibdi. Biz iymon nuqtasidan qadar qaraymiz. Do'stimni do'st bilan dushman hukmini buni qanday ayiramiz? Yoki foyda hukmini qanday ayiramiz? Bu en oddiy bir masala, murakkab bir masala. Biz iymon nuqtasidan bu iymoniy qarindishimiz deymiz, uning ziyon etganmagan asosda so'zi bilan, ish harakatimiz bilan qaysi bir davlatdan, qaysi bir kuchdan foydalana olsak, uni olib ketaveramiz. Bir sharti u qarindoshlarimizga til orqali yoki ish harakat orqali ziyon yetkazmagan asosda. U qarindoshlarimiz bizga ziyon yetkazmagan asosda
o'zi kuyayotgan o'tni o'chirish, irqiy qirg'inni to'xtatish uchun kuchini yetishsa, boshqalardan foydalansa, u normal bir holat. Nima qilib foydalanasan deyolmaymiz yani. Uning ehtiyoji bor. Bugungi kunlikda u kuyayotgan o'tni o'chirish uning ehtiyoji bor. Bu Qur'on Karim boyagi tadafu qonuni edi. Agar Qur'onga chunqur izlangan bo'lib qolsa, tadafu qonuni. Biz bu tarafdagi boshqalarni mustamlik qilgan bir zolimdan foydalansak, u boshqa tarafda bizda mustamlik qilgan bir zolimdan foydalanadi. Ya'ni u yerda samimiy bilan qilib ketmaydi. Lekin ma dunyoga ta'sir ko'rsatgan besh qaroqchi bor. Eng yomon yer imzo qo'yilgan besh qaroq, veto huquqi deydigan. Eng yomon yer shu yerda shayton bo'lsin, eskisi bo'lsin, yanimisi bo'lib qolsin, hammasining aşağıdaki ash veto deydigan temir qalqini, ma Yahudning qalqini yomon qalqin. Bu noktadan biz o'zimizning yo'lni qilib ketaversak, biz o'zimiz bir kichik, bir ojiz, bir harakat bo'lish bilan uni dushman, bu dushman deb ko'paytirib olmasdan, boshqalarni bizga yetkazmagan asos qarindosh qilib ketaversa, buning to'qinish chiqmaydi, talashlar chiqmaydi. Bu orqali g'arbdagi musulmonlar bilan, ya'ni g'arb qarindoshlar bilan İstanbul'da qarindoshlarning orasida bu yerda undan hech qanday bir narsa yo'q. Mush masala oddiy bir masala, oddiy bir hukm. Mush masala qilinmaganlikdan bir-birisiga dushman qilgan, bir-birisiga ta'tu qarshiladigan. Bu ahvol kelib chiqmoqda. Bu foydaziyan nuqtasi muhim masala. Gerçi ilgari biz bu misolni nechiqatim bergan. Foyda manfaat deydigan programmamizda. Ammo anglamagan, unutib qolgan bo'lsa kerak. Xo'sh. Endi gibimiz yana qaytsak, o'ylamadi. O'zining da'vatchilik mas'uliyatini unutib qolsa, yoki ilmiy fikri siyosat iqtidorini oshirib, yangi fikrlarni davrga uyg'un siyosiy yo'llarga, u aqm bu aqmni yetakligidagi yo'l boshlig'idek bir fikr ishlab chiqaramizsa, xo'sh. Bu vaqtda nima yuz berdi? Yoki siyosiy da'vatchilik faoliyatini siyosiy faoliyatni olib qo'yib olsa, o'limalik obrazi xudiklashadi. Yoki ozlashadi. Agar o'limali o'ziniki da'vatchilik va mustaqil fikr qilish salohiyatini unutib qolsa, yoki da'vatchilik mas'uliyatining siyosiy faoliyatini oldin o'rin qo'yib olsa, uning obrazi xudiklashadi. Yani bu siyasi mi yoki da'vatchi mi? Buna bir o'lcham berish, bundan bir fikr elish yoki bir fatvo so'rash yoki tushunchalikda bir xunuklik ahvol yuz berdi. Ham bu yerga bir masala siyosatchilar qarasak, axloqqa rioya qilish, rioya qilmaslik tarafi bilan reallik asos harakat qilib. Ya ikki xil siyosatchi bor. Axloq rioya qiladigan siyosatchi bor. Bu islom fikrdagi siyosatchi bo'lsa, islom harakatiga tabi bir siyosatchi bo'lsa, Qur'on sunnatni o'zimiz o'lcham qilib ma'nimiz deydigan islom harakati bo'lib qolsa, bu axloq rioya qil. Musulmon taqozo. Axloq rioya qilish iymoniy farzun. Garchi Alloh qilsin, ma'ni undan taqozo. Ening kayinida ba'zi bir siyosatchilar borki, sekularizm yo'lini qo'llangan, liberalizm yangi bilan harakat qilgan, buning axloq bilan ishi yo'q. Bu foyda manfaat uchun har qanday vositani qo'llansak bo'ldi. Bugun kunlikda avjag'ini g'arbning butun siyosiy nazariyasi bu. Bu bizningki Uyg'ur siyosiy harakatlarimi bu taqaliq tutashgan o'tqa o'xshab bu xil xato ideyasiga sinib ketadi. Xo'sh. Ya'ni maqsadimiz uchun qanday vositani qo'llansak bo'ldi. Ammo islom aqida sutida bunaqa cheklama o'lchab qo'yib qo'yaylik. Ya'ni to'g'ri bo'lmagan, xato bo'lmagan narsa, ya'ni axloq zid holatda harakat qilolmaysan dedi. Xo'sh. Bu bir nuqta. Demak, siyosatchilar axloq rioya qilish, rioya qilmaslik ikki xil turi bilan reallik asos harakat qilsa, o'limada dalil, reallik, fazilat, ihson asosi muomala qildi. Dalil qaraydi, reallik qaraydi, fazilat asosi muomala qildi. Bu asosda o'zining mavqifini, o'zining pozitsiyasini bildirdi. Çünkü boshqalar sanpan deyishgan yerda yoki bo'g'ishib ketgan yerda, yoki biz bilan urushib o'qib ketgan yerda, yoki biz bilan eg'iz tilashib ketgan yerda bunday yerda o'lamani uchrat qilmayman. Chunki o'lama ihson yo'l tutganligi uchun, fazilat yo'l tutganligi uchun va ariz al-jahilin deb bunday yaqin kelmaydi. O'zining obrazini, salohiyatini saqlashga tirishadi. Çünkü biz
O'tgandan balkim degan bo'lishi mumkin. Bir tashkilot xaplashib qoldi. Pacham paratish bilan agar prinsipal masala bo'lib qolsa ayrim bir masala. Pacham paratish bilan xaplashib qolsa, uni o'limadi bo'lsa may tatishib, yan tatishib bir sorun qilib kelmay qilsa, o'limalik salohiyati yarashmaydi. O'limaning ishini emas, ikkisini birga agilib yarashdi dedi. Ikkisini choy ichirib, masalan hal qildi. Bu o'limalik mas'uliyati. Lekin siyosatchilar amanda deydi, manda deyman, bir deyman. Ya o'limamda deyilmaydi. Xo'sh. Davomliq deydigani ihson tarafini, o'rnak tarafini tutmadi. Bu ikkisi arasındagi farq. Hamda ulamolar yetakchilik vazifasini ado qilish uchun yuqoriqilar qo'shimcha apuchan bo'lishi, eg'ir besiq bo'lishi, kang qo'saq bo'lishi, qiygan gap so'zlari, ish harakatlarida ulamolik obraziga yoki salohiyatiga mos kelmaydigan harakatlarning qiliqlardan saqlanishi, to'g'ri ishni kim boshlagan bo'lsa, mayli xo'shuv odam boshlasin, mayli xo'shuv odam bo'lsa, uni qo'llashi. To'g'ri ish bo'lib qolsa. Xato ishni kim boshlagan bo'lsa, mayli o'zi yaxshi ko'radigan birisi bo'lsin yoki yomon ko'radigan bo'lsa, uni inkor qilishi. Bu ulamolik salohiyati. Men yaxshi ko'radigan odam boshlab kelib, o'qisa, to'xtamay uning dumbuqini chalib, bazar salib, taqib nashr qilib degandek yoki hambaharlabmi. Xo'sh. Facebookdan silib bo'yicha. Agar o'zi toz munosabatda normal bo'lgan yoki bak yaxshi ko'rib ketmaydigan odam bo'lib qolsa, uning binasi taqat qilib, garchi uning gapi haq bo'lsinmi, to'g'ri bo'lib qolsa, buni qo'llamaslar, bu ulamolik salohiyati o'zgarishmaydi. Xo'sh. Yana bu ulamolar buning bilan birlikda ba'zi bir tashkilotlar bor. Bu o'zini birdan-bir haq yo'lga qolganning hammasi botil, hammasi xato deydigan. Bunga cheklama qo'yish lozim. Ya'ni bu yerda haddini bil deb haddini bildirish lozim. Bu yerdagi to'g'riliq nisbiy masala. Agar bunada Qur'ondan, sunnatdan keskin dalil bo'lib qolsa, tamam. Agar undan narsa bo'lmay, ijtihodiy masaladagi tasavvur masalasi bo'lib qolsa, bizda 95%, bizda 90, biz 80 bo'lsa, bu bir az farq bilan to'g'riliq ma'nor. To'g'ri bu yerda bu ijtihodiy masala to'g'riliq hammasi ya oq ya qora bo'lmaydi. Bu araliqda bir ko'kim bo'ladi, sariqim bo'ladi, yana bir rangim bo'ladi. Xo'sh. Davomliq bir rangga oq qaralar qarsa qilmaydi. Buning uchun o'zida bir to'g'ri qolgan xato deydigan haddini bildirish lozim. O'ylamadim. Millatni qalayimqon qilgan, buzadigan, parchalaydigan xato qilib. Shuning bilan birlikda yana ba'zi bir tashkilotlar bor, millatningki ittifoqi bo'lmagan, millatdan bir kengash bo'lmagan asosda millatning bir vakili deb o'zini bozorga solgan. Bularni ishning xato to'g'ri emas deb buni bildirish lozim. Bularni adab axloq nuqtasini o'rganish lozim. Xo'sh. Agar millatning hammasi qoyil bo'lgan bo'lsa, tamom bosh ustiga. Agar unda bir o'rtaqlik bo'lmagan bo'lsa, uni da'vo qilsa, yana bizdan to'g'ri bo'lmaganda, buniki ham to'g'ri bo'lmaydi. Demak, bu millatni bir yerga kagini qo'ymayotgan, o'rtaq bir siyosiy harakat nazariy xaritini sizib chiqishga unamayotgan, to'saliq bo'layotgan eng chong ishga omillar birisi mush. Ikkisi. Birisi o'zini mutlaq haqiqat deb da'vo qilish, yana birisi millatningki boshqaman deb da'vo qilish. Vakiliman. Bu ikkalasi ig'ir illat bilan yug'ishtirish lozim. Xo'sh. Xo'sh. Hamda yana bir gapimni tugatib olay. Buning bilan birlikda yana bu siyosiy maydonda yoki bugungi tashkilotchilar qildi bo'layotgan bir illat bor. O'zining tashkiloti tava bo'lmagan bir kishini, garchi yaxshi odam bo'lsinmi? Xo'sh. Yani bir vatanparvar yoki bir musulmon odam bo'lsinmi, uni yomon ko'rdigan, dushman nazarida muomala qilgan, eng nachar, eng pis, rezil bir axloq bor. O'ziga tava bo'lmaganligi uchun dushman qatarni. Bu islomning nega to'g'ri kelsin bu? Bu uniki 100% haq qolganning botilmi? Undaqa ish yo'q. Biz ma yo'ldan ish qilib baqay dedi, biz ma yo'ldan hammasi hozir qilayotgani bir oddiy bir muqaddim saat gibi ishlar. Bu millatningki hozirgi bo'layotgani. Bu yillik xulosani olib bersa, hech narsa chiqmaydi aglak tasqisi. O'zaro sampan deyishdan boshqa. Lo'paynaga qarasan, ig'ircha tashqi. Demak, o'ziga tavba bo'lmagan unda ta'tir muomala qilish, yomon muomala qilish, eng chong axloqsizlik bu. Islomning qimmat qarshiligi eng zid qiladigan ishlarning birisi. Shundan bilan birlikda bu ulamolar to'r sohasida salohiyat aniq bo'lmagan odamlarning yozmalarni e'tiborga olmaslik lozim. Uni taqib qo'ydigan, ham bahrlab qo'ydigan, qilib qo'ygan ekan, kunlarning birida ta'tir bir narsani bayon qilsa, xato bir narsani, islomning haqiqatlari qimmat qarshiligiga zid qilgan bir narsani bayon qilsa, falon vaqtida shu bir narsani ashuni taqat qilgan emasmi deb, ani oqlab birishga, uning bugungi nim bo'yicha nima deymiz buni?
Fransa'da nima turishida. Ana bina sabab bo'ldi. Shundan bilan birlikda o'ylamalar bu tor dunyosida adab axloq qoida rioya qilmay binas yozganligi unga e'tibor bermaslik, inkosini bermaslik javob bermaslik. Chunki u boshqalarga adabsizlikka qarata adabsizlik qilsa o'limalik obrazi taqishudi. Shuni bilmasga, uqmasa buni e'tibor qilmaslik lazım bunday ishlar. Xo'sh, savol. Endi bu nimadan yuqorida so'zlanganlardan hamda masalan bir kishi ham olim o'lima ham siyosatchi bo'lamam degan o'lima bu yerda yuqorida hamda ayrilib turish kerak. U o'lima degan o'zininki nimasini salohiyatini saqlab qolish kerak degan. Biz tariximizni qarasak, masalan Sobit Tamurlamdek ham bosh ministr siyosatning eng ustida ham o'zi bir olim bir. O'limalardan buni kutmaslik kerakmi millat yani? Nimishqa bugungi o'limalar faqat o'zining sohasida yiziqchiligini yoki millatni yetaklash bilan xuddi ham bir shaklda siyosatga masalan Sobit Tamurlamdek qo'l tiqib kirmasin degandek bir hukmni berib qo'yish mumkin ham bu gaplar. Yo'q, bunda hukm chiqmaydi. Agar bir odam shar'iy soatni obdan yetishgan bo'lsa, shundan birlik davomli biz takrorlaymiz, shar'iy siyosatni joyida bilgan bo'lsa, bu siyosat qila oladi. Shar'iy siyosatni bilgan odam bugungi dunyoning siyosatining qanday yo'linish, qanday aqimda ketayotganligini u farq eta oladi. Bu qoidasi nada, nimaga tayinlayotdi? Demak, bu yerda butun tafsilotini bir davlatning asos qonuni o'ch-bo'chini bilib ketmasmi, bu yo'lning xarisini biladi. Bu asosda bu odam siyosiy harakat qilsa, ya'ni islomningki qimmat qarashi, ko'z qarashlari asosida harakat olib borsa, albatta bo'lamdisi bo'ladi. Xo'sh. Ammo bu yerda bir reallik masala borki, bizningki masalamizda, biz Uyg'urlarnikida ba'zi bir qarindoshlar va xalqaro munosabatlarda kasbiylashgan. Ba'zilar tarixda kasbiylashgan, ba'zilar siyosiy maydonda kasbiylashgan, ba'zilar necha xil tilliq bo'lgan degan. Agar bo'sh qarindoshlar yuqortilgan siyosiy maydon, bular islomningki haqiqatlari, prinsiplari, qimmat qarash ideyasi bo'yicha joyida bo'lsa, mulla bo'lib ketmasmi? Bu siyosatni boshqasi obdan ma'lum. Chunki o'zining kasbiy sohasi bo'lgan chiqadi. Xo'sh. Ammo o'z nuqtamizda masalan boshqa millatning asom bu yerga tushmaydi, chunki biz siyosat qilib shu olmadim misol. Xo'sh. Bizningki sohada bunga o'xshash chunqurlashib ishkili tarafni birlashtirgan qarindoshlar bo'lishi mumkin. Men bilmaydigan yoki bilib bilmaydigan. Bo'lgan bo'lsa, undan maydon chiqqanini men ko'rib boqmadim. Shunga bor ya Alloh asosida o'tirib qo'yapti. Agar bir qarindosh islomiy nuqtadan obdan tushungan, siyosiy kasbni obdan bu siyosiy harakat qurib, islomning qimmat qarashi bo'yicha epmag'amansa, albatta uni qo'llaymiz. Boshqalardan bek qo'llaymiz. Nima uchun desa, chunki islomning qimmat qarashiga, prinsip uyg'un ish qilgan bo'lg'achqa, albatta biz bilan eng tez maslashadigan, eng tez chiqishadigan gap so'zimizni anglaydigan odam yoki harakat unda bo'lganda uni qo'llashimiz boshqalardan bekrak shu. Ba'zan bizga qildigan gaplar sizlar paloni bilan yaqin paloniga dedi. Demak, paloni o'sha islomning qimmat qarashi yaqin-ku, sen bilan mi yaqin biz? Xo'sh, xo'sh. Islom hujum qilsa, sen haqorat qilsan, kamsizsan. U qanday bo'lib boshqasiga o'xshash muomala qiladi. Ba'zi bir qarindoshlar borki, bu yerda misol tariqasan, nima deb qaraydi o'zi? Bu o'limaning vazifasi nima desa? Yaqin kishi ba'zi bir siyosatlar. Hatto ozroq islom madrasalarda o'qib baqqanlar desa, o'lama yig'in boshlangan chaqda Qur'on o'qib bersa, yig'in tuqqancha duo qilib tugdi buning vazifasi dedi. Bugungi bu sekularizm, liberalizm yo'lini tutayotganlarningki falsafasi shu. Xatarli masala. Bu reallik bu. O'z og'zi bilan birisi men Turkiyaga kelgan zamonda mush gapni degan bo'laman. Men to'laydigan birisi. Bu yaqin zamondagi gap bu. Yig'in alsak, Qur'on o'qib bersanglar, yig'in tuqqancha duo qilib bersanglar dedi. Bu o'lamaning roli emas. Ya'ni bu o'zining qallasi 30 yil ilgiriki. Xo'sh. Vatanda bir ish bo'lib qolsa, bir faoliyat bo'lib qolsa, duo qilib qilgan shuni o'xshatib qolgan qallasida. Men shu o'lamaning obrazini, maqomini, salohiyatini bayon qilyapman. Shu yetaklashda fikriy jihatdan ish to'g'ri xato, xaritaga uyg'un keldi, kamida mezon tushishmi deganni bayon qilish bilan sababimiz shu. Xo'sh. Shu fikriy jihatdan o'limani yetaklaydi, ijroiy o'chada siyosiylar dedi. Chunki bugungi ahvol shu. O deganda usulni yuqori degan o'sha ikki tarafni birlashtirgan qarindoshlar bo'lib qolsa, albatta uning xizmatini qilib qo'llaymiz. Chunki biz qilmoqchi bo'lgan ishni shu qildigan tursa. Xo'sh. Haqiqatan yani shu o'zini ashindaq ahvolga tushirib qo'yishga rozi bo'lganlarmi? Siz degandek shu yig'inda u yerda yani yetilmaganlikning alamatidan o'zini so'rinladi. Shu faqatlam
dua qilib bilish yoki Qur'on o'qib bilish degandek ashunday ahvolga Çünkü İslam bo'lgan tushunchasi shunchalik. Shu. Xo'sh, endi bu gapim davomlashtirib o'tsak, bu o'limali yetakchilik rolini qanday ado qiladi deganda, yana bu o'limali diqqat qilgan bir nuqta bor. O'limal durust bo'lishi intayin muhim. Durust inson bo'lishi, tamaxurlikdan saqlanishi, mal dunyoni deb o'zidagi izzat nafsini xo'sh to'kmaslik lozim. Yoki mal dunyoni deb o'zini xor qilmaslik lozim. Mümkün bo'lgan miqdorda iqtisod mustaqilligini qo'g'dishi lozim. Bo'labmi? Hokimiyat davlat bo'lib qolsa, hokimiyat sohasidan tashkilot sohasida bo'lib qolsa, tashkilotdan mumkin bo'lgan holatda. Xo'sh. Mansab erishmanligidan mushu yuqorqi bir nechta turli illatda saqlanadisa, bu vaqtda bu o'lama kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklash, millatni uyg'otish, millatga illatlarni tuzitish va kishilarni tuzish qatorliq sohalda natija qazanadi. So'zining nemisliqi ig'irlik qo'lida kuchi bo'ldi. Bu intayin. Tamaxurlikda saqlanish, mal dunyoning kayniga kirmaslik, mansab tamosidan xoli bo'lish. Mush narsani saqlanadisa, kishilarga gapini anglatadi, ta'sir ko'rsatadi, millatni bu uyg'otadi. Ham buni qo'shimcha so'yimli xalqimizga deydigan bir so'zim bor. Mushu temada bu o'limalar nimishqa ish qilmaydi, nimishqa faoliyat qilmaydi, andamada yoki bir tashkilot binasiz g'achchida uning kaynidan nimishqa hammasi chiqib bilan vaqirish bermaydi degan o'xshash. Bu xil ahvollarga jiq. Men shohid bo'ldim, jiq tushirdim. Shunga xalqimizga ya shuni eskartimizga biror tashkilotni oldiga chiqarish. Ismimdan ishimiz yo'q. Kim bo'lsa qatnashsa, qachon bo'lsa, biror tashkilotni oldiga chiqarish. Yoki ijtihodiy bir masalani bozorga solish. Foydasi bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Ehtimoliy bir masala. Yoki bir siyosiy mavqif, siyosiy pozitsiyani kuchlanish. Palon mandat turganlikda sen mandat olish lozim degan o'sha. Ijtihodiy. Keskinamiz millatning ittifoq siyosiy prinsipal masala bo'lsa, tamom mash tarafdan. Lekin ijtihodiy siyosiy bir pozitsiyani kuchlantirish uchun ulamolarga haqorat qilish, ulamolarni til uzatish bu islomga, ulamolarning roliga, ulamolarning millatning hamkorligi, birligi, inoqli saqlashdagi kuch-quvvat qanchalik ziyo yetkazganligini bu millat yoki bu qarindosh buni his qilib yetish lozim. Xo'sh. Buni jiq shohid bo'ldik. Bu o'ttirib tashlangan bir ijtihodiy bir masala. Mening nazarimda. Balkim boshqalar nima deb qaragan bo'lsa o'zidan har odamniki bu yerda bu masala qaraydigan bir taroz bor. Mening tarozim bir ijtihodiy bir masala deyil. Meni desam mushni tashviq qilib bermidi, buni bozor qilib bermidi yoki uning qilib bermidi. Demak bu yerda u sababli balkim bir o'lama o'zining ko'z qarashini bayon qilgandi. Bir o'lama sababli boshqa o'lamani haqoratlaydigan, kamsitadigan yoki qo'ymoqchi mollalar bugun kunlikda yoki bilmayman deydi ba'zanlari. Hatto o'zi talib turib, adab, axloq o'rganmagan abga bir talibga. Endi yozmalarda yaqin zamonda bir qamlashmagan gaplar. Shar'iy bilimdan ta'siri yo'q bu abga. Bilmayman namkab o'limaldan bilmayman dedi. Uni qo'llamaganlik shular. Xo'sh. Demak, bu yer o'ttirib tashlangan masala bir ijtihodiy masala. Bir siyosiy ko'z qarashdagi bir pozitsiya masalasi. Yoki bir tashkilotni oldiga chiqarish masalasi. Balkim haqdir, balkim haq emasdir. Ya balkim 80% to'g'ri, 90% to'g'ri. Demak, buning o'xshash bir masala ulamolarni haqoratlash, tillash islomga qanchalik ziyon yetkazdi? Ulamolarning obrazi qanchalik ta'sir yetkazdi? Bu millatni tutib turgan eng cho'ng kuch buni qanday yug'ishtirib turadi? Buni o'ylash lozim millat. Bu qarindoshlarimizdan takrar vaqt o'ylanishini umid qilamiz. Shuning bilan birlikda, ya'ni millatimiz, ya'ni askartirganimiz olimlar yiqilsa yoki olimlar maydondan chetga chiqarilsa, haqoratlansa, va kimdan ba'ziri chiqadi bo'lsa, jasuslarning, sotqinlarning, islom dushmanlarining ba'ziri chiqadi. Buni millat bilishi lozim. O'lamaga e'tibor bermagan vaqtida jasuslar, sotqinlar, din dushmanlari, islom dushmanlari ba'zani qalayamqon qildi. Maydon. Xo'sh. Olimlar chetga qilgan vaqtida nadallar, qarqo'saqlar, tayini yo'qlar, pasiqlarning ba'ziri chiqadi. Buni millat obdan isi tutib gap qilish lozim. Tabiiyki birisi andaq bo'lsa yaxshi bo'ldi, mandaq bo'lsa yaxshi bo'ldi deb deyishmin o'zining qalisi bor. Ammo bu yerda uningdan aqlliroq bo'lgan, uningdan bilimliroq bo'lgan necha odam, necha qalli bir yerda qaysining to'g'ri, qaysining xato, uningda obdaroq bilishi mumkin. Biroz insof bilan gap qilsa, o'zining e'tiqodini foydali deb qarayman. Xo'sh.
Ama sizga qo'tqa vaqtida mana shu misol berdik hamda Falastindan. Shu vaqtida hamda payziyan masalalari bizning o'sha o'tganlarda bo'layotgan masalalar. Shu ism keldi bilgan shu islom dunyosidami? Shu G'azza urushi portlagandan keyin Mush Hamas'ninki İran'dan en köp yardım aldıqanlıqı meselesi bu Hamas ve Sünni bir İslami teşkilat durup İslam dünyasınınki en çoğun düşmanı bolğandı. İran'ninki İslam dünyasında qanday vayronchilik olib kelganligini bilamiz hamma odam. Ve G'arbning ham düşmanı İran. Mushu Hamasni qaralash uchun mushu İran'dagi bir davlatdan ruxsat davlatdan yordam oldi degan narsada ayıplash uchun Hamasni ayıplash uchun bu masalani o'tirg'a chiqadi qo'ydi. Chiqargan vaqtida mayli Hamasning liderleri, başlıkları bo'lsin va yoki islom dunyosidagi nufuzli olimlar asli hijli bo'lishi kerak bo'lganlar degan nimishqi İran'dan olsa deb Hamasni ayıplash emas, shu Hamasni tashlab qo'ygan bu ummat, shu musulmon davlatlardagi musulmonlar va shu musulmon davlatlardagi boshliqlar hijli bo'lishi kerak, numus qilish kerak. Chunki sen tashlab qo'yding. Hem mesela Hamas'ın başlıklarımı bir yerde ben onundan başkası yardım kıldım ki ben onundan ilişki mecbur kalayım onunla. Ben bir küreş kılıvatım ben İsrail'e bilen. Bana bir yerde kim bana kısa bana özünki bir nesini fikrini ben onundan yardım ağırlıkım ben onunki İran'dan adım bulup ketkenlikim. Üzemden davasını kılıvatım ben. Üzemden körüşünü kılıvatım ben de çoğun başlıklarından hemisi şunda bayan etmedi koyamdı. Demek biz şu Xitaydan yardım aldı diyen meselesi mi? Mesela nurgun ötkenlerde. Xitay yardımımız bir nokta var. Bu kardeşlerine eskertimiz. Xitay yardım kılmayır. Hoş. Xitay özünün nopozı kılmayır. Xitay'ın bir yerde meksudu var. Palestin yardım diyen bu çoğun en kaza. Birisi Şarkı Türkistan'daki irqi kırgınçılıkını inkar kılış. Hoş. Başkalar Müslümanını ezdi, onu kıldı, bunu kıldı. Nerede ben bana Müslümanların tarafı tuğmandı edip Şarkı Türkistan irqi kırgınçılıkını inkar kılış. Birinci nişan. İkinci bir nişanı O'ttur Şark'a yoki Arab dünyası sınıp kirish orqali bu yerda o'zining nopozini tiklab Amerikani mumkin nopozini chetga qaqish. Xo'sh, xo'sh. Demak bu yerda bu Falastinning manfaati yo'q hisobda bu yerda. Nayt kep qolsa 5 qarash imzo qo'ydigan yerda bilans deyish mumkin. Xo'sh, xo'sh. Unisiga va mas'ullar qilmaydi, davomli bu avtonomiya Isroilniki bosh himoyachisi bo'lgan Abbosni taraf qildi. Nechvan. Bu qatam Xitay bilan bo'lgan, nima, Amerika bilan bo'lgan Xitoyniki to'qinishi bir az bozorga chiqqan vaqtida, Xo'sh. Tayvan tarafda sen onu qilsang, men mayan tarafda ma'ni qilaman deb Xitoyniki o'ynagan siyosiy o'yini. Bu musulmonlarga yordam berganlik emas, Hamas yordam emas, Xitoy o'zining siyosiy harakatini, siyosiy o'yin o'ynayotdi bu yer. Bu masalan bunday tushunishlar. Musulmon yaxshi ko'rganlikni emas, Hamas yaxshi ko'rganlikni emas. Demak bu yerda mayaq singib kirish orqali o'zining mustamlikchilik harakatini yak mustamlikchi faoliyatini kengaytiryapti. Mesele bu. Albatta. Şunu bir yerde buna onu qilib ketdi, bunu qilib ketdi. Mesela o'tganda bir nechasi nimaga bari deydi Xitoyning kelimasi. Bu bir shakli bir narsa, tumaydigan. Nimaga o'xshaysa, o'mchikning to'riga o'xshash. Bular 2006da bir hamkorlashib birga davlat qo'ygan. Davlat qo'ygan vaqtida Hamas ustuvaga vaqtida chidamay, Isroilning besimi bilan e'tirof qilmasa hukumatni edi. Qilgani o'sha Abbos shu. Xo'sh, xo'sh. İsrail nimiz shuniki deydigan bir qo'chaq bu. Ay Nurbekirdan taqatmaydigan bir qo'chaq. Albatta. Demek şunu tatip bu Hamas biz özümüzden müstakillik halatida qo'g'daymiz, Isroil'le birga e'tirof qilmaymiz degan asos harakat qildi. Arab davlatlariga yaqin zaman tatip yordam qilsa hech qanday bir sinov qilmadi. Chunki 73 dan tatip Yahudi bulanchi emas, bosqinchi emas, mustamlikchi emas, normal yasib bo'lgan bir millat deydigan imzoni Anvar Sadatniki, Misrdagi 73 Anvar Sadatniki zamonda xatolashibsam Henry Kissinger nimasi bilan bu o'yinni o'ynab bo'lgan. Ening kendi bir-birlab hammasida Isroil normal bir davlat. Bulancha emas, qaroqcha emas, buni bilan birlik sap shakllantirib yoki okukolab qarnash bo'lib yassaq bo'ldi deydigan yerda hokimlarning Arab davlatining qo'chaq hokimlarining ko'pincha imzosini olib bo'ladi bishkidan bosh. Demak, bu orqali Hamasni yoki mustaqillik ko'rishi bo'lgan yoki Yahudi bizdagi dushmanimiz zaminimizda bosib oldi, faqat biz mustaqilligimizni, o'rlikimizni izlaymiz deydiganlarni qart tizimli kirgizayotgani sabab bo'layotgani shu Arab davlatlaridagi mustabid hokimiyatlar. To'g'ri. O demak bu hammasiga yordam bermadi. Chegarani aytdi ba'zanlari qarchapladi. Bu yerga kelgancha bu o'zini qutqizish uchun bir bizga o'xshash bir turmaga elinag'liq. Xitoyning mush turmidan, Yahudining turmisidan o'rnak olib bizning turmimizni oldi. 2008da, nima, 2013da boshlandi xatolashib, 2013ning oxirida
Xitoy mush o'rnakni bizni bir butun turma qoldi. Yahudilar qanday turma qolgan bo'lsa, atrofdagi davlatlarni ish qilsalar, Xitoy bizni turma qilib lagerlar bilan qoldi. Demak, bu yerda bu nimadan qutulish, hayotini saqlab qolish uchun boshqa yo'l topolmadi. Demak, kimda yordam kelsa, hattoki Shimoliy Koreyadagi Bodekdan kelamdi ismini unutdim. Masalan, yoki Botindan kelamdi, yoki Braziliyadan, yoki Misrdan kelamdi. Bugun kunlikda Yahudining qatorida urushayotgan Amerikaning askari va Angliyaning askari va Fransiyaning askari va Hindistonning askari va hatto bir necha Xitoymi bor uning ichida chiqqan xabarlarda. Burga yekadi. Buning ichida hech kim yo'q. Yani ammoqlik, kapqasim emas. Hamas milliy harakat, islomiy milliy harakat. To'g'ri. Şu sırtın asker qabul qilmaydi. Hozir asker qabul qilmasi uchun milliy harakat bo'lish ishirin jasus, xoin chiqmoqlik. Hozirgacha u tonallarni, yer osti yo'llarini hozirgacha yo'qotmoqlik. Demak, iymon asosida, ixlos asosida, qarindosh asos shakllangan harakat bo'lgach, mavzu saqlab, milliy harakat bo'lgach, yollanma askar yo'q. Reallik unda bo'lgancha bu islom tarixdan tortib islom dushmanlik qilgan bir shiali bor. Tarixdan tortib davomli musulmonlarga qaynidan xanjar sablagan bir dushman. Ko'rinishda musulmon, voy biz Falastin tarafda yoki musulmon tarafda dedi, ammo amaliyotda o'zidagi ozg'un aqidasini, ozg'un ideyasini bazasi. Bu mazhab masalasi emas. Mazhab bo'lsa namozni shakilda o'qilmashi bir kagamiz. Mazhab masalasi emas, e'tiqod masalasi. To'g'ri. Uning necha aqim. Demak, bu qarasak Suriyani vayron qilyapti, Iroqni vayron qilyapti. Ba'zi rivoyat Amerika birlashib Daeshni yasab chiqqani shu deydi, o'ziniki chiqayotgan doklad bayonotildi. Buni aytgan zin ag'ir emas. Bu reallikmi shu? Bayani o'zida u bir millat o'ziniki hayotini qutqarish uchun yordam kimdan kelsa olmay majburmiz. Uningdan boshqasi majbur emas. Kimdan oldi? Boshqasi ba'disi bermasa yordamni, biz yordam qutqazib bo'lmasa, arablar nimadan tugdi? Shu 2013 Morsini mullaqat quzgandan keyin 2013da Falastinning nimasini yug'ishtirimizda Trumpning davrida bu nimada bir gap safqatli qarin deydigan bir nima chiqdi. Asrlik eng cho'ng savdo. Eng cho'ng savdo emas, Falastin masalasi degan gapni xalqaro sahnadan tamoman o'chirib tashlaymiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'chi bu majlisdan tamoman yug'ishtirib hammasidan yo'qda o'tamiz bunday ekan. Bu Falastin mustaqil bo'ldi, ayrim davlat bo'ldi degan gap tugadi hammasi. Nimaga tava bo'ladi? Yahudiga. Haqiqatlar arab hokimlari imzoni qo'yishlar, bu orqali sodini tutkizamiz. Buning badalida haqiqatlar chaqilmaymiz, hokimliklarni elib olmaymiz. Qo'chaqolab o'tirabil deydigan bu soda eng cho'ng soda bo'layotgan. Trumpning davri. To'g'ri. Bir yanlış. Xo'sh, endi o'limaning maydoni qanday bo'lishi kerak deyman. Biz eshib ketganmiz, to'xtamdik. Devitam yo'q. Vaqt eshib bir yerga berib ketdimi? Navas to'xtab qolsa xudo. Misha to'xtab qoldim do'st. Yuqoridagi haqiqatan amaliyotda keyinga to'xtaymiz. Ikkili javobning ichida aslida maydon qanday bo'lishi kerakligini chiqadi aslida o'limaning maydoni. Shar'iy siyosat masalasini tilga chiqqanlar vay. Bu masalada ayrim bir program qilsak bo'ladi ekan bu shar'iy siyosat masalasini. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, unda bo'lsa bugungi sonimizni mishada oxirlashtiraylik. Nayt muhim mazmunlar tilga e'lendib qarayman inshaalloh. Alloh umr bersa oldimizdagi sonda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.